Mana kanalim sotilganiga ham bir kun bo'libdi. Nima, sen bu kanalni sotib yubordingmi? Ha! Shunaqa paytlar obunachilarimning so'z boyligi oshgandir. Yo, WhatsApp bola va qizlar. Короче, bu mening yangi kanalim va bu kanalga ham obuna bo'lish esingizdan chiqmas. Chunki sizlar obuna bo'lsanglar, menga yangi videolar chiqarishga motivatsiya bo'ladi. Shuning uchun ham hozir obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yinglar. Qani, davay bo'linglar. Sizlar ham bugungi video qanday bo'lishini haqida o'ylayapsizlarmi? Unday bo'lsa o'ylamasdan like bosib chiqaveringlar, baribir video bo'lmaydi. Короче, bugungi videomiz ham Bedrock uchun eng zo'r bo'lgan 4 ta modlar haqida. Albatta, Jenny moddan tashqari. Oldinglarga yeb ichishga narsalar olib olinglar. Unday bo'lsa, men bu videoni boshladim. Stop bola, bularning barchasi 1.21.130 versiya uchun. Menimcha bu versiyani hamma uchun qulay deb o'yladim. Qulay bo'lmasa, qulayroq o'tirib olinglar. Unday bo'lsa, men videoni boshladim. Touch Invisible bu o'zim ishlatadigan mod. Bu mod sizga tugmalarni yo'q qilib beradi. Bo'ldi. O'zi mod ma'lumotnomasida ham 3 qator yozilgan. O'zim bir qator ham aytmadim-ku. Shuning uchun ham 4-modga go. Bu mod sizga kompotni bolasi adashib ketdim, kompotni qishlog'ini qo'shib beradi. Bu mod yordamida, to'g'rirog'i xarita yordamida siz kompotga o'xshagan videolarni chiqarsangiz bo'ladi. Va bu menimcha juda ham zo'r. Stop, bolalar, menga hozir dahshat idea kelib qoldi. Hitterdan so'rab ko'raylik-chi, hozir qanaqa video olyapman ekan? Hitter, hozir men qanaqa video olayotganimni bilasizmi? Bilmayman. What the fuck, shuncha vaqt bolalar, hazilni bir chekkaga surib top 3-modga o'tamiz. Bolalar, ko'rib turganinglardek top 3-modimizda Minecraftga do'stingizni adashib ketdim, hayvonlarni qo'shadi. Bu modda 50 dan ortiq hayvonlar mavjud. Marhamat, tomosha qiling. Qisil qisqichbaqa va ilon. Kenguru. Yana qandaydir ilon. Sevgidan kuygan kit. Va 50 dan ortiq tuxumlar mavjud. Yaxshiroq qidirsanglar, sizdan 1 oydan beri qarzini bermayotgan do'stingiz chiqadi. Bolalar, men bu modlarni barchasi o'zimning Telegram kanalimga tashlayman. Sharti sizlar shu videoga 50 ta like yig'ib bersanglar, men uni Telegram kanalimga tashlayman. Shuning uchun Telegram kanalimga tashlaguncha ko'zinglar. Siz YouTube'da yangimisiz yoki sizlarni qo'ygan videolarni hech kim ko'rmayapti? Unday bo'lsa, mana shu kanal aynan siz uchun. Siz bu kanalda o'zingiz ishlatmaydigan kanallarni sotishingiz mumkin. Albatta, bu kanal siz uchun. Agarda sizda hoziroq birkalik obunachi bo'lgan kanal bo'lsa, albatta YouTube kanal adminlari buni olib qo'yadi. Shuning uchun ham mening obunachilarim kam deb bundan xavotir olmasangizlar ham bo'ladi. Goh shorts bilan ko'tarilgan bo'lsin yoki katta video bilan. Video ostidagi oppisaniya va kommentda havolasini topishingiz mumkin. Bu mod mening eng yaxshi ko'rgan modlarimdan biri, chunki bu mod Minecraftga daraxt qo'shadi. Minecraft o'zida daraxt bor deb o'ylaysizlarmi? Lekin bu animatsiyali daraxt. Agarda siz bu daraxtni yoniga kelib turib uni sindirsangiz, daraxt animatsiya bilan yerga tushadi. Daraxt singaniga yarasha juda ko'p yog'och va cho'paklardan beradi. Mana ko'rishingizlar mumkin. Lekin men bu daraxtning tagida turishlarini maqsad bermayman. Nihoyatda. Men hozir video chopdim. Endi kommentimga kirib hate qilinglar. Bundan tashqari siz bu daraxtni boshqa joylarni ham sindirsanglar bo'ladi va o'sha tushgan joyi sinib sizga chupa-chup. Adashib ketdim, cho'pa tushadi. Bu qurol modi. Qurol mod deganda men musor bo'lgan Action Guns addon modini nazarga tutmadim. Ular bu yerdagi piksellarni juda ham kamaytirib yuboradi. Natijada siz mod o'ynayapsizmi yoki oddiy Minecraftning farqi yo'q. Shuning uchun menga ham sifatli ham ajoyib ko'rinadigan qurol modi kerak va men bu qurol modini topdim. Bu Zero and the Custom mod. Chunki mana bu modni qarang. Bu modni ko'rib odam videoni otgisi kelib ketadi. Va bu ajoyib sifatga va ko'rinishga baho berishingiz mumkin. Marhamat. Scarab. I90.
Eagle. Video juda qisqa bo'ldi, lekin menga pish. Hali aytganimdek, agarda sizlar shu videoga 50 ta like yig'ib bersanglar, men barcha modlarni Telegram kanalimga tashiyman. Bye bye niggers.